Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda sizlar bilan Garry's Modning 5 xil nishasi bo'yicha, 4 xil nishasi bo'yicha gaplashib chiqamiz. Undan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va undan oldin yana bitta Telegram kanalimiz bor do'stlar. Telegram kanalimizga o'tib ham obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham ajoyib ish bo'lgan bo'lardi. Telegram kanalimiz YouTube kanalimizning bio qismida yokida shunchaki Ulug'bek Pardayev 1 desanglar chiqib keladi. Bo'lmasam biz videoga qaytdik. Xo'p, do'stlar, Garry's Mod nishasida yo'nalishlar ko'p. Misol uchun horror, qiziqarli yoki qaysidir personaj bo'yicha nimasi bo'ladi, bitta shaxsiy brendga o'xshatib, misol faqat Huggy yoki qaysidir bir Poppy Playtime qahramoni yoki SCP zombisi haqida shunga o'xshash har xil yo'nalishlarda Garry's Modda ishlasa bo'ladi. Xo'p, ana endi do'stlar, mana bu videomizga, mana bu videolarga e'tibor beramiz. Bu birinchi nishasi Huggy Gmod. Xo'p, Garry's Modning Huggy videosi. E'tibor beringlar prosmotrlarga. Mana bu kanallarning mana 2 kun oldingi qo'ygan videosi 100 ming marta ko'rilyapti, ya'ni 111 ming marta ko'rilgan. Xo'p, bunaqa prosmotrlar bilan anchagina yaxshi kunlik daromadlar olsangiz bo'ladi. Oyiga normal summa topsa bo'ladi. Misol 3 ming, 4 ming, 5 minggacha ko'tarsa bo'ladi. Garry's Mod nishasining RPM qanaqa desanglar, $1 boshlanadi. O'zimniki to'g'risini aytaman 001 bo'lgan. Bilmayman nimaga unaqa bo'lgan. 001 dan 080 keyin 120 bo'lgan. 120 dan keyin 2 ga yaqinroq ishlagan. Videolarni kechki mahal qo'yardim, lekin baribir ham boshqa davlatlar ko'rmasdi, ya'ni misol uchun Amerika ko'rmasdi. Xo'p, endi bu kanalimizdan hozir biz ozroq obzor qilsak, bu kanalimizda videolar jami 61 dona ekan. Xo'p, bu yerda mana 6-avgust kuni ochilgan kanal. Xo'p, prosmotrlar ko'ryapsizlar, normal, ya'ni aktiv zo'r. Men VIP guruhim bor. VIP guruhim narxi 150 ming so'm va shu VIP guruhimda Garry's Modni noldan o'rganish darslari mavjud. Ya'ni siz bemalol 150 ming so'm evaziga mana shunaqa yo'nalishlar o'rganib, yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Garry's Mod nishasida, misol Huggy nishasini ko'rishingiz mumkin. Yana bunda endi qaranglar, bu kanal egasi 4 xil anosi bor, ya'ni 4 ta kanali bor, mana ko'ryapsizlar. Oho, 1 2 3 4 5 ta kanali bor ekan. Endi bir tomonlama reklama desa ham bo'ladi, bir-birini shunaqa qo'shib ketgan Короче, shu. Xullas, Instagramda bo'ladigan narsa bor, ulab qo'ysa bo'ladi. O'sha narsa bor. Videolarda endi nakortga urilgan, nakortga urmasa bo'lmaydi, baribir nakortga uryapti. 1700 ta like urilgan, endi 56 mingdan 1700 ta odam ko'rmaydi va videolar kommentariyasi 30 ta ekan. 30 ta kommentariy, endi bu yerda hammasi o'zi yozmagan hech qachon. Bu yerda ham hammasi kommentariyalar ham nakortga urilgan. Ko'ryapsiz, shunaqa, короче, nisha. Zo'r. Videosiga keladigan bo'lsak, endi ssenariy bo'yicha qilinadi. Misol qaysidir bir ssenariy, zonalar teriladi. Xo'p, undan keyingi aytadigan narsam, bu aytgan uzr, mana shu 5-yo'nalish deb o'zi haqiqatan 5-yo'nalish, ya'ni sonrik yo'nalish haqida. Xo'p. Qanaydir ana bu yerda salgan bo'ldi, bug bo'ldi. Xo'p, mana bu yo'nalishda ham misol prosmotrlar zo'r. Bular endi bir xillari, ba'zilar pullik modlar, lekin buni bitta yo'li chiqqan hali topsam hammasi bepul bo'ladi. Ya'ni bitta ish orqali hammasini bepul qilish mumkin. Ko'ryapsizlar, bu yo'nalishda ham prosmotrlar dahshat. O'zi mana shu kanal mana shunaqa yo'nalishning otasi desa ham bo'ladi. Chunki mana shu chiqargan videolar zo'r uchgan. Misol mana 10 kun oldingi videosi mana 306 ming marta ko'rilyapti. Mana 273 ming marta, 212 ming marta, 184 ming marta, 167 ming marta mana bir hafta. Mana 5 kun oldingisi 163 ming marta ko'rilgan. Ko'ryapsizlar, endi bu yerda RPM ham 1 bo'lishi mumkin, taxminan endi. Shunaqa. Xo'p, ikkita yo'nalish ko'rsatdim. Birinchisi mana bunaqa Smiles yo'nalishi, SpongeBob Smiles, Nightmare Smiles and Sonic Smiles. Xo'p, undan keyingi yo'nalishimiz Nextbox yo'nalishi. Bu yo'nalish bo'yicha ham bizning o'sha VIP guruhimizda darslik mavjud. Xo'p, videolarni ko'rishingiz mumkin. 20 daqiqadan qilingan videolar, prosmotrlarga e'tibor beringlar. 112 ming marta ko'rilyapti. 7 kun oldingi video. Mana bu yerda misol 9 soat oldingi videosi 10 ming marta, 1 kun oldingi videosi 14 ming marta, 2 kun oldingi videosi 8 ming, 10 ming. Xullas, aktiv zo'r, uda.
Hammasi dahshat ketyapti. Mana 12 kun oldingi videosi 51 ming marta. Короче, do'stlar, buni bosadigan joyi, ya'ni bosadigan zo'r bosib qolgan pallasi просто gazini bosish kerak. Xo'p, bu yo'nalishning mazmuni shunaqa. Nextbox'ni tushuntirib o'tib ketaman. Mana bunaqa memlar bor. Masalan, internetda bironta nimadir kulgili bo'lishi mumkin, shuni ustidan kulib mem qilib yaratadi. Misol uchun mana Saturn, Tyson deganlar ham internetda mem hisoblanadi. Ular ham o'zini shu ko'proq shunaqa xalq qiliqlar bilan o'zini tanitish maqsadida mem qiladi o'zini o'zi. Shunaqa narsa. Bular endi internet olamida, endi faqat butun dunyo bo'yicha memlar, misol ba'zilar horror memlar, o'sha internetda misol backrooms degan manaqa zonalar bor, shunaqa qo'rqinchli zonalar haqida shunaqa ma'lumotlarda bor. Endi ba'zilar odamlar tomonidan o'ylab topilgan memlar, ya'ni yomon narsalar emas demoqchiman sizlarga, shunchaki memlar. Mana bu kanalda ham endi 300 ta video bor. Endi bu kanal menimcha ancha oldin boshlagan ekan, mana bunaqa videolar bilan boshlagan ekan. Xullas, konkret yo'nalish bu ham. Uzr, kechasi video olyapman, shunga hozirroq 12 deyarli. Xo'p, undan keyingisi Godzilla. Godzilla ham xuddi shunaqa, faqat liminal hotel, ya'ni liminal hotel degan o'sha zonada olingan video. Mana 2000, 30000, 10000, 10000, 40000, 100000 marta ko'rilgan videolar bor. Mana 20 daqiqadan stabilniy video qiladi. Video ustiga bosishimiz mumkin. Mana like endi absolutno uriladi do'stlar. Ya'ni nimaga like bunaqa demanglar, uriladi bu, seriyozno uriladi. Mana ko'rishingiz mumkin shunaqa. Va bu yerda mana jonli efirlar ham qilgan ekan, 1 yil oldin qilingan ekan. Xo'p. Короче, aktiv ular, ya'ni qilsanglar bo'ladi absolutno ham. Mana buni ham yo'nalishi albatta bizning web guruhimizda bor. Va bu ikkinchisi GT Mod. Bu kanal shorts videolar yuklaydi, ya'ni shorts videolari yuklaydi. Buni bilsanglar kerak, garsmodchilar juda ham yaxshi biladi. Mana bunaqa videolar juda ham dahshatli prosmotrlar oladi. Buni bitta sekreti, ya'ni bu kirsangiz ajoyib bo'lgan videolar bo'ladi. Misol qaranglar. Mana bu videoda ham misol mana shunday qildi, bular terdi. Video tugaydi, masalan 15 sekunddan keyin tugaydi video. Mana boshqa zonada paydo bo'ladi. Sababi bu shorts videolarini birinchi olgan va shorts videolarni 16:9 formatda qilib, keyin yuklagan. Mana e'tibor bersanglar, ana shu shorts videolar mana bu yerda bor. Bularni shorts video qilib 8 daqiqalik qilib yuklayapti. Nimaga bularning videosi birdaniga prosmotr olib ketdi? Chunki videoni birdan A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan qadami to'liq qiziq, tushunyapsizlarmi? Bunaqa tuturuqsiz emas, ya'ni to'liq qiziq. Mana shular hammasini oladi bular, birinchi short yuklab yurib, keyin katta qilib yuboradi. Ko'p kanallar endi bu kanal qilmaydi. Qilgan ekanda, mana bunaqa narsa bor. Ustiga o'singlar videolarning ustiga otib yuboradi. Bu ham o'sha short videoni ko'rib, keyin katta videoga o'tadi. Xuddi shunaqa narsa. Mana shunaqa short videolar bo'ladi. Xo'p. Garsmod yo'nalishi bo'yicha nishalar bilan ozroq tanishib chiqdik. Agarda siz ham xuddi shunaqa yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta meni Telegramga yozinglar. Ko'pchilik kommentariyalarda yozyapti, Telegram qayerda, nima deb. Mana hozir ko'rsaman. Xullas, agarda sizlar Telegramni qayerdanligini topolmasalaring, mana yerdan Ulug'bek Pardayev 1 deb qidirsalaring bo'ladi. Misol uchun Ulug'bek Pardayev 1 mana shu narsani qidirasizlar. Ulug'bek Pardayev 1 desanglar chiqib keladi mening Telegram kanalim. Hamma rahmat do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videomizga like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikringiz bo'lsa bemalol qoldirishinglar mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.